G'oyas Ishaqiy Sunnatchi bobay. Sunnatchi bobay 1911-yilda G'oyas Ishaqiy tomonidan ijod etilgan povest. Tatar millatining bitib boruv problemasini ko'rsata turgan asar. Povestning tub ideyasi millat yashirga saqlanirga tiyиш. Tub giroy Qurbonquli bobay. Bobayning ismi sunnat yolasining quli deganini anglata, ham uning butun turmushi yolovni o'towga qurilgan. Bobay ovulda sunnatchi bo'lib qana yashaydi. Bobay yola simvoli, onun yaşı da belgili tugul, çünkü sünnetning yaşı yo'q. Gülüzüm abi onun qo'rshig'i, ismi jismine to'g'ri keladi. Bobayga sunnat yo'lasin boshqarishga yordam etuvchi, shartlar tuzuvchi. Abi xo'jalikni olib bora, Qumonga yo'li suv sola. Sabir Ümitboyev ismindagi Minzala Tatar davlat drama teatri Sunnatchi bobay asarini sahnaga qo'ydi, ham ko'p topqirlar gastrollarga da olib chiqdi. Subhanallohi walhamdulillahi wa la ilaha illalloh walloh